Hammaga salom. Bu murojaat Abdurahmon Rahimovich, ya'ni men tomonidan butun bir O'zbekiston xalqiga va davlatga. Bitta narsani aytaman do'stlar. Aksariyatimiz muammoni ko'rib, bu muammoga men yechim bera olmayman, meni harakatlarim nimani ham hal qiladi degan tushuncha bilan yashaydi. Ammo men bundan mutlaqo yiroqman va qanaqadir muammo bo'lsa va sohamga doir muammo bo'lsa, men hamma vaqt aytib chiqqanman. Bunda qanaqadir shaxsiy manfaat ko'zlanmagan, chunki bu soha ortidan men hech qachon hech kimga qandaydir pul evaziga kurs sotib yoki signal sotib yoki qandaydir o'qitish tizimidan pul olib yurgan inson emasman. Va bu muammo vabo misoli O'zbekistonga kirib kelyapti. Hozir bu kichikday ko'rinadi, lekin aslida ko'lamini olsak juda ham katta muammo bilan to'qnashganmiz. Sir emaski, Instagramga kirsangiz O'zbekistonda tubi yo'q kurslar, ya'ni trading kurslariga duch kelasiz. Xo'sh, o'zi trading ular talqin qilgandaqa sohami? Unda shunchalik tez pul topish mumkinmi? Shu sohani vakili sifatida sizlarga bitta narsani yaxshilab eslatmoqchiman. Aslida trading bunday ko'rsatilgan yo'llar bilan pul ishlanadigan soha emas do'stlar. Bularning hammasi xalqni qashshoq qilish uchun eng katta propagandalardan biri. Va afsuski, bu propagandaga qo'l berib berayotgan, ya'ni qo'l vazifasini bajarayotgan o'zi aslida bloger, lekin trader taxallusi bilan yurgan do'stlarimiz, aka-ukalarimiz bunga sherik bo'lishyapti. Xo'sh, siz muammoni ko'rib turgan narsa bu aslida muammoning o'zimi yoki bir bo'lagimi? Aslida muammo undan da katta desam ishonasizmi? Siz o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, faqat kurs sotilyapti, kursdan daromad qilinyapti yoki trading qilinyapti deyishingiz mumkin, lekin bugun sizlarga men bu sohani va sizga talqin qilinayotgan yolg'onlarni asl muammoning ko'lamini ko'rsatib beraman. Xo'sh, boshdan boshlasak, hozirgi vaqtda trading qanday soha? Oson pul topish manbai, 2 oy o'qiysiz, pul tiqasiz va juda ham katta pul ishlaysiz. Aslida bu narsalar psixologik propaganda, ya'ni sizlarning pullaringizni shilish uchun qilinayotgan vositalardan biri. Xo'p do'stlar, sizlarga boshqa talqinda tushuntiraman, tushunishlaringiz uchun. Tasavvur qiling, men doktorman va boshqa doktor ham bor. Hozirgi vaqtda sir emas, doktorlarga kompaniyalar, ya'ni farmatsevtik kompaniyalar tomonidan kelib dorilar yozib beriladi va shu dorilarni sotganidan doktorga ulush ajratishadi. Bu narsa xuddi tradingda ham xuddi shunaqa narsa bo'lib kelyapti. Tasavvur qiling, men doktor va hamkasbim qo'shtirnoq ichidagi doktorni insonlarga tiqayotgan foydasiz yoki zararli dorisini qanday zarar berayotganini ko'rib turgan insonman. Va bu holatda men bu narsani aytib chiqmasligim xuddi bu o'sha holatga mening ham hamroh, hamkorligimni bildiradi. Ya'ni jim turish, bilib turib jim turish, bu narsaga sherik bo'lish degani. Xo'sh, tradingda bu qanday shakllangan deyishingiz mumkin. Hozir men sizga undan oldin doktorlarni misolida tushuntirib berganimni yakunlamoqchiman. Tasavvur qiling, doktor bitta bemorga kerak bo'lmagan yoki faqat zarar beradigan dorini kompaniya tomonidan o'tkazaversa, yozib beraversa, bu doktorga foydami yoki kompaniyaga foydami? Tasavvur qildingiz-a? Xuddi shu narsa hozir bizni kurs o'tayotgan qo'shtirnoq ichidagi traderlarimiz shunday o'ylashadiki, men kurs sotyapman, 2000-3000 dollardan 100 ta, 1000 ta, 2 million, 3 million foyda ko'ryapman va bu juda ham katta narsa deb o'ylashadi. Lekin masalani oxiriga, kattaroq qismiga e'tibor bersak, aslida bu jabhadan eng katta foyda oladigan, milliard foyda oladigan bu aslida blogerlar, traderlar emas. Aslida bular kompaniya, ya'ni brokerlar. Tushuning, blogerlar, qo'shtirnoq ishdagi traderlar muammoning bir bo'lagi, ya'ni qo'l biza ko'rib turgan shakli, aslida uning ortida juda ham katta maxluq yotibdi va bu narsa bora bizni jamiyatni yemiradi. Tasavvur qiling, hozir aytishingiz mumkin, qanday qilib bunday? Men sizlarga bugun hamma haqiqatlarni ochib beraman. Tushuning, aslida trading nima? Bu trading aslida shunaqa tez oson pul ishlaydigan sohami? Yo'q do'stlar, agar biz tradingni haqiqiy professional tomondan olib qarasak, bu juda ham qiyin va juda ham kerakli soha. Chunki trading bu o'z-o'zidan bevosita moliya bozoriga borib taqaladi va moliya bozorisiz bu dunyoni moliya tizimi, ya'ni ekonomika, iqtisodiyot
aylanmaydi. Bu narsa kerak, ya'ni forex deymiz. Forex bu aslida valyuta bozori. Dunyoda juda ham katta valyuta aylanmasi bor. Markaziy banklar, davlatlarning markaziy banklari va boshqa banklar, insional banklar, hedge fondlar bu narsalar orqali juda ham katta aylanmani vujudga keltirishadi. Lekin bizni blogerlar, traderlar bu narsaga qanday aloqasi bor deyishingiz mumkin. Kontrakt savdolar, boshqa savdolar orqali. Bu narsa kerak davlat uchun, davlat rivojlanishi uchun moliya bozori, fond bozori kerak, lekin bizda bu traderlar qimorbozlarga o'xshab ketmayaptimi? Tasavvur qiling, bu narsani qanday loyihalashtirilganini men sizga detal keltiraman. Xo'p do'stlar, boshdan boshlaymiz. Biz biladigan traderlar kun ora faqat $1000 dan $100,000 qildim, $200,000 qildim, $5,000 dan $300,000 qildim, $2,000 dan $500,000 qildim yoki $100,000 qildim, $3,000 dan $70,000 qildim deyishadi. Xo'sh, savol kelib chiqadi tabiiy ravishda. Nima uchun ular faqat kichkina summani katta summaga ko'tarishadi? Nima uchun ularda shunday qobiliyat bo'la turib, shunday pul bo'la turib 200,000, 500,000, 1 million, 10 million pul qo'yib savdo qilishmaydi-yu, faqatgina kichik summadan juda ham katta summalarni va'da berishadi yoki ko'rsatishadi shunday qilinganini. Va bu narsa juda ham realga o'xshaydi, chunki hammasi realday ko'rinadi. Aslida masalani mohiyatiga o'tsak, bu narsalarni ikir-chikiriga o'tsak, ya'ni biza ko'rmaydigan qorong'u qismiga o'tsak, juda ham katta aldov shakllangan bu yerda. Diqqatingizni bitta narsaga tortmoqchiman. Bu qo'shtirog'ishdagi bloger traderlar kun ora va har kun $1000 dan $100,000 qildim, $3,000 dan $70,000 qildim, $5,000 dan $300,000, $200,000 qildim deb chiqishadi. Xo'sh, nimaga ular aynan faqat mayda summani juda ham katta summaga o'zgartirishadi? Nima uchun ularda bunaqa qobiliyat bor ekan, mablag' bor ekan, 1 million, 2 million dollar tiqib va buni asta-sekin ko'paytirishmaydi? Nima uchun deb savol berib ko'rganmisiz? Nima uchun ular shu $70,000 qilsa, $3,000 dan bu taxminan 20 barobar, 30 barobar ko'p bo'lib ketyapti, tushunyapsizmi? 20 barobar deb olsak ham, nima uchun ular bir kun davomida, keling 3 soat, 4 soat demaymiz, bir kun davomida $3,000 ni $70,000 qilishsa, nima uchun ular o'sha $70,000 ni kelgusi kun 1,400,000 qilishmaydi, ya'ni 20 barobar ko'paytirib. Yana 1,400,000 ni keyingi kuniga nima uchun $25 million qilishmaydi? Va hokazo, ular bunaqa ketishda. Tasavvur qilyapsizmi? O'zbekiston uchun bu juda ham katta pul, juda ham katta mablag'. Ular biz bilan hatto gaplashishmaydi, hattoki kurs o'tish u yoqda tursin. Kurs bu tushunib turibmiz nimaligini. Endi masalaning mohiyatiga boradigan bo'lsak, aslida bu juda ham katta psixologik propaganda dedim va buni yaratuvchisi aslida brokerlar, ya'ni soxta brokerlar. Xo'sh, ular nima qilishadi? Aslida bunaqa sxemani traderlarga ular tiqishadi. Qanday tiqishadi? Aytishadi, faqat kichkina summadan katta summa qilasan va bu narsani realligini ko'rsatib beramiz. Nima degani u? Ya'ni broker, ya'ni siz ko'radigan o'sha traderlar, qo'shtirnoqishdagi traderlar ko'rsatadigan platforma bu oddiy programma. Ya'ni broker uni ichini sizga istalgan narsa qilib ko'rsatib biladi. Ya'ni trader unda $10,000 dan $100,000 ishlaganini yoki $5,000 dan $100,000 ishlaganini haqiqiy deb ko'rsatib biladi, chunki unda brokerning yordami bor. U sizlarga shunday qilib ko'rsatib biladi va bu narsani real qilib ko'rsatib beradi. Xo'sh, nima uchun? Chunki bu trader qo'shtirnoqishdagi blogerlar ularga juda ham katta oqimda foydalanuvchi, ya'ni qimorbozlarni keltirib berishadi. Xo'sh, tushunmayapman Abdurahmon, qanday qilib bularni bog'lash mumkin deyishingiz mumkin. Men sizga hozir bitta tushuntirib beraman. Do'stlar, broker bu moliya bozoriga olib chiqadigan, ya'ni vositachi. Vositachi orqali savdo qilasiz. Xo'sh, bu vositachilar real bozorga olib chiqishadimi aslida traderlarni degan savolga men sizga javob beraman. Yo'q. Qanday traderlarni ular olib chiqishadi? Juda ham katta pul bilan savdo qiladigan traderlarni ular real bozorga olib chiqishadi. Mana bunaqa oson pul ishlash uchun kelgan $1000, $2000, $3000 tiqadigan traderlar ularning xo'ragiga aylanadi. Ya'ni bu narsani kuxnya deyishadi. Ya'ni ichkarida savdo qildirishadi. Real bozorga olib chiqishmaydi. Ularga o'sha uchun stabil savdo qiladigan traderlar kerak emas va nostabil, razgon yoki qanaqadir azartda savdo qiluvchi qimorbozlar ularga kerak va bu narsani ular o'zlari shakllantirishadi. Qanday qilib deysizmi?
oldingi holatda aytganimda $1000 kichik depozitdan juda ham katta summani ko'rsatishadi-ku. Bu narsalar illyuziya bo'lib insonlarni, ya'ni yoshlarni ong ostini zaharlaydi va ularni oldigi vazifasi, maqsadi $1000 tiqib $100,000 ishlayman, $200,000 ishlayman bo'ladi. Vaholanki agar o'sha treyderlar, ya'ni qo'shtirnoq ishdagi treyderlar reklama qilayotganda yoki natijasini ko'rsatayotganda $1000 ni $2000 qildim desa, bu juda ham katta summa, lekin shunday qildim desa ham odamlar uchishmaydi. Stabillikka qarab ishadi. Bu narsa realga yaqin, lekin noreal narsalar $500,000, $200,000, $100,000 qilib ko'rsatilsa, bu juda ham katta ishonch beradi. Ya'ni insonlar kelib $1000 qo'ysa, $2000 ishlasa ham o'ziga qoniqmaydi. Ular $100,000 ishlashni xohlashadi yoki $50,000 ishlashni xohlashadi. Va eng katta muammo shu yerda. Ular oxir oqibat 99% pullarni yo'qotishga mahkum bo'lishadi va bu narsa maxsus planlashtirilgan. Ya'ni ular azartli igroklarni shakllantirishadi. Ular stabil ishlaydigan igroklarni keragi yo'qligi uchun shunaqa psixologik bosim qilishadi. Ya'ni $3,000 dan $70,000 qildim, $5,000 dan $300,000 qildim yoki $1,000 dan $100,000 qildim, $5,000 dan $100,000 qildim, $1,000,000 qildim degan mana shu narsalar asta-asta yoshlarni miyasini zaharlaydi va ularga juda ham katta ishonch berishadi. Ya'ni ular kelib $1000 tiqishsa, yo'qotishsa ham o'zlarini umidlarini yo'qotishmaydi. Yana kelib $1000, yana kelib $1000, qayerdandir pul topib, yana kelib $1000 tiqishadi. Nima uchun? Chunki ular ishonishadi. Hozir men 100,000 yoki 50,000 yoki $500,000 ishlab chiqib ketaman deyshadi bozordan va hamma vaqt minusda yurishadi. Bunga asosiy sababchilar qo'shtirnoq ishdagi treyderlar, blogerlar emasmi? Tushuning, ular bilib qilayotgan bo'lishi mumkin, bilmasdan qilayotgan bo'lishi mumkin. Vaholanki qanday qilib bu narsalarni qilayotgan inson bilmasligi mumkin deyishgan savol bor. Lekin tushuninglar, bu juda ham katta vabo. Hozir biz e'tibor bermayapmiz. Juda ham katta psixologik bosim. Dunyoda g'oyaviy urushlar ketyapti. Hozir brokerlarga aytayotganimda stabil ishlaydigan treyderlar kerak emas, chunki stabil ishlaydigan treyder brokerdan pul olib qo'yadi. Ularga juda ham katta azartli qimorbozlar kerak. Ya'ni $1000 tiqsa $5,000 bo'lsa ham chiqarmaydi, chunki qoniqmaydi, chunki u ko'rgan $1000 dan $100,000 ishlayapti, $5,000 ni $300,000 qilyapti yoki qanaqadir $500 ni 1,5 million, 1 million qilayotgan treyderlar bor va ular kumir uchun daho o'shanday natija qaytaraman deb harakat qilishadi va faqat yiqilishadi. Bundan eng katta foydani kim ko'radi? Brokerlar ko'radi. Brokerlar shuning uchun o'sha treyderlarga, sizlar taniydigan qo'shtirnoq ishdagi treyderlarga bu narsani maxsus tayyorlab berishadi. Ya'ni platformani boshqaruvini berishadi. Qanday qilib deysizmi? Qanday qilib? U oddiy programma, raqamlar, любой xil o'zgartirsa bo'ladi ichidan. Ular ko'rsatishadi, aytishadi, mana $5,000 ni $100,000, $200,000 qildim deb aytasan, biz sizga o'shani real qilib ko'rsatamiz va xalqqa ko'rsat o'sha narsani deyshadi. Ya'ni senga obuna bo'lganlar buni ko'rsin deydi. Shunaqa odamlar talpani ichidan shunaqa odamlarni o'ziga qaratib olishi uchun, shunaqa odamlarni o'ziga keltirish uchun bu narsani qilishadi. Ular nima qilishadi? U narsani brokerdan chiqayotganini, kirayotganini ko'rsatib bilishadi. U oson narsa, u raqamlar o'zgarib turadi. Ya'ni snyati, ya'ni depozitdan chiqarish qilsa chiqadi u narsa, kirsa kiradi u narsa. Lekin o'zimizga savol berib ko'rishimiz kerak. Nima uchun o'sha treyderlar faqat kichik summadan juda ham katta summa qilishadi? Nima uchun o'sha treyderlar katta summalar bilan savdo qilishmaydi? Javob oddiy. Ular brokerga juda ham katta azartni, ya'ni qimorbozlarni yig'ib berish kerak. Xo'p do'stlar, buning natijasida O'zbekistonda juda ham katta krizis kuzatiladi. Ya'ni tasavvur qiling, hozir O'zbekistonda bo'lmadi deganda 100,000, 200,000, 300,000 trader har kun savdo qilsa, har kun. Men bir marta kirib chiqadiganlar haqida gapirmayapman. $1000 tiqadigani bor, $500 tiqadigani bor va bularning 95% pul yo'qotsa, tasavvur qilyapsizmi? Juda ham katta summa chiqib ketayotgan. Bu narsani tasavvur qila olmaysiz, chunki bu borib oshadiki, kamaymaydi agar men gapirmasam. Meni o'zimga ham juda ham ko'p brokerlar va birjalar juda ham katta takliflar bilan chiqishadi. Ya'ni senga shuncha $100,000, $500,000, $1 million qilib ko'rsatamiz, xalqqa ko'rsatib bilasan, obunachilaringga ko'rsatib bilasan, chiqarish, sinyati, hammasini tashkillashtirib beramiz.
ularga shuni ko'rsat, ularni bizga olib kel, bizga volume, ya'ni ob'yom qilib ber, ular pul tiqishsin, savdo qilishsin deydi. Lekin men insofimni yegan inson emasman. Bitta narsani tushuning, yana bir bor diqqatingizni jamlab tushuning. Nima uchun faqat kichik summadan katta summa qilishyapti? Chunki bu narsani sizga yo'naltirishmoqchi, shu narsaga undashmoqchi sizni. Katta pul bilan qilsa, bundan buncha pul menga yo'q-ku deysiz. Kichik pul qilsa, ya'ni 1000 dollardan yana 1000 dollar qilsa, masalan 1 so'm 2 so'm qildim desa ham, siz aytasizki, "Ha, kamroq ekan-ku" yoki bu narsaga stabilni erishish mumkin ekan deb o'ylaysiz. Bu narsa sizga qilinayotgan propaganda, ya'ni kichik summadan juda ham katta summa qilish mumkin deb o'ylashingiz uchun qilinadi va yo'naltiriladi sizni va bu narsada 99% inson kiradi, yo'qotadi pulini. Yo'qotib tashlaydi. Tushunyapsizmi? Shu narsa uchun maxsus qilingan bu narsalar. Maxsus, bu kichik emas, bu kichik ko'rinadi. Juda ham katta mexanizm qilingan orqasida. Menga ham bunaqa takliflar juda ham ko'p bo'ladi deyapman sizga. Tushuning. Hozir qanaqa strategiyam bor, boshqasi bor, yolg'on hammasi. Tradingda mukammal strategiya bo'lganida hech qanaqa risk management, money management sistema kerak emasdi. 1 soatlikni bitta blokini yoki resistance yoki support zonani olib 5 minutlikda yoki 15 minutlikda uni nechtadir levellarga bo'lib chiqib, ulardan hammasidan dalivka qilib chiqish, bu hech qanaqa savdoni qanaqadir eng zo'r pik joyi degani emas, strategiyasi degani emas, bu yolg'on. Baribir bilamiz, katta zonadagi o'sha blok deymizmi, qarshilik qo'llab-quvvatlash zonasi reaksiya beradi. Shu reaksiyada kichik time frame da yurishlardan foyda olish, bu qanaqadir ma'noda yig'ib olib qanaqadir temacha qilish, tushunyapsizlarmi? Bu sistematichniy savdo emas. Analiz qo'yib, stoplarni qo'yib, take'larni qo'yib, risk ratio, ya'ni nisbatni to'g'rilab olib, bu narsani bundle trade qilib, nechtadir trade'ga bo'lib, trade'larni tugatgandan keyin, jarayondan keyin har bitta trade'ni alohida analiz qilish, bu narsa juda ham katta narsa. Fondlar har bitta traderni qilgan trade'ini analiz qiladigan otdellari bor. Analiz qilib chiqishadi, nimalar to'g'ri qilinyapti, nimalar noto'g'ri qilinyapti. Bu narsalar ma'lumotlar keyin отдел управления riskiga yuboriladi. Yana ular qaytib ko'rib chiqishadi, analitikadan shug'ullanishadi, ya'ni ma'lumotlarni qayta ishlashadi. Do'stlar, siz o'zingizni qilgan savdongizni qayta analiz qilmaysiz, qanday qilib dars berasiz odamlarga? Har safar har xil shotlarda savdo qilib ko'rsiz, ko'zlaringiz shunchalik darajada ko'rmi? Shunchalik nafs, shunchalik hissiyotlar sizni boshqaradimi? Yoshlar asosiy qurbon bo'lyapti bu narsaga. Ota-onalar, ko'zlaringizni ochinglar, professionallarga borib qo'yish kerak bolalarni. Ustoz shogird an'analari qayerda qoldi? Ustoz shogird an'analari yo'q. 2 oyga borib, ha, pullik bo'lib ketaman. Baloni o'qib o'lasan bacham deyish kerak. Oson pul yo'q-da, hozir yoshlar pullik bo'lyapti, chunki internet bor. Vaqtida bizda internet yo'q edi. O'sha uchun 18 yoshda mashinasi yo'q edi odamlar. Hozir Instagram bor. Chiqib 2-3 ta kurs o'tadi, mashina olib biladi, boshqa qiladi. Iltimos, yig'ishtirib olinglar o'zlaringizni. Bu narsa aytayapman. Juda ham ko'p bo'lyapti. Menga o'zimga taklif qilishyapti. Любой narsani broker sizga ko'rsatib biladi, o'sha traderlarning qo'li bilan, blogerlarning qo'li bilan 5000 dollardan 100 ming dollar qildim deb ko'rsatib biladi. U oddiy raqamlar, u interfeysda o'sha prilojeniyada ko'rsatib biladi. XTS ni ichida hammi, boshqasidanmi ko'rsatib biladi buni. Tushunyapsizlarmi? U oddiy raqamlar sizni aldov uchun ko'rsatadi. Chiqardim 10 ming dollar, ana ko'rishlaringiz mumkin, 5 ming dollar chiqardim, 100 ming dollar chiqardim deydi. Lekin asli olganda juda ham ko'p odamlar keladi. Aka 500 dollardan rostdan ham bir 50 ming chaqirib qo'ygandim, meni bloklashdi deyishadi. Haqiqatan ham berishmaydi u pullarni. Qanday qilib 500 ming, 1 million pulni berishadi deb o'ylaysizlar? Berishmaydi. Bu narsalar hammasi oddiy bir o'yin. O'yindek qaramang sohaga. Soha juda ham katta. Soha bu davlatni rivojlantirib yuboradigan yoki jarlikka tiqadigan soha. Bu narsani professional yondashgan inson juda ham katta pullik bo'ladi. Haqiqatan ham yaxshi traderlar bor O'zbekistonda. Bor. Bunaqa infopovodlar qilib, reklamalar qilib pul topishmayapti ular. Realni ishlab pul topishyapti. Tushuning do'stlar. Tushuning, iltimos, ko'zlaringizni ochinglar. Yosh bo'lish mumkin, lekin aqlsiz bo'lish mumkin emas-ku. Yosh deb endi hamma narsani kechirib yubormanglar ota-onalar. Men shu narsani tashkil qilmoqchiman. Kurashni bu urush 2-0 deb nollayman. Men urush 1-0 faqat aytib chiqdim. Endi o'zim kurashaman. Shu narsani O'zbekistonga kiritaman. Yoshlarni
ta'limi bilan ham shug'ullanamiz, ularni boshqaruvi bilan ham shug'ullanamiz, treyderlarni shakllantiramiz, ularga pul beramiz. Har bitta treyderga $100,000 berishga kafolat beraman. O'zim tanlab olgan treyderga $100,000 beraman va bu narsani faktik ko'rsataman. Men gapirgan gapni ko'rsatganman. O'sha uchun men gapirib chiqqanman-ku biron kishini, meni aybim yo'q, aybimni topib bilishmaganligi uchun hech narsa qilib bilishmadi. O'sha uchun boshqalar boshqa nima desin deyaversin, men o'zimni haqiqatimni tortaveraman, chunki bilaman haqni yo'lda yuribman. Endi bitta narsani tushunaylik. Bu faqatgina insonlarni pulini shilish uchun emas, O'zbekistonni botqoqqa tiqish uchun ham qilyapti desam, ishonasizmi? Aslida biz tradingsiz, moliya bozorisiz, fond bozorisiz hech qanaqa yuksalishga erishmaymiz, chunki dunyo globallashyapti. Dunyo rivojlanyapti. İstaymizmi, istamaymizmi? Bizga o'zimizni moliya bozorimiz, bizga o'zimizni fond bozorimiz kerak. Agar bularsiz biz faqatgina qaram bo'lib qolaveramiz. Faqat bizni treyderlar Amerikani o'sha fond bozoridagi kompaniyalarga ovora bo'lib o'shalarni sotib olib yurishadi. Bizni pullarimiz Amerikani rivojlanishiga yo'naltiriladi. Xo'sh, o'zimizni bozorimizdagi, o'zimizni fond bozorimizdagi kompaniyalar qachon rivojlanadi? O'zimizni bozorimiz qachon shakllanadi? Bunaqada hech qachon shakllanmaydi, chunki bizni treyderlar qimorbozlikni o'rgatishyapti. Aslida trading keling nuqtasidan borib ko'ramiz. Wall Streetga boramiz. Shunaqa natijalar qilishadimi ular? Shunaqa $100 tiqib $500,000 qilishadimi? Yo'q do'stlar. U yerda juda ham katta analitika yuradi, juda ham kuchli sistema yuradi. Risk management juda ham dahshatli boshqariladi. Bu narsani men ichki tomondan bilib turgan shaxs sifatida aytaman, chunki meni o'zimni akam JP Morgan bankda Alga Trading bo'limida Vice President of Software Engineering bo'lib ishlaydi. U kishi juda ham ko'p narsani biladilar. Bu narsa oxir-oqibat halokatimiz bo'lishi mumkin. Hozir ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Men sizga buni bitta misol qilib tushuntiraman. Tasavvur qiling, siz uzoq yo'lga borib suv olib kelyapsiz daryodan va sizni chelagingiz juda ham kichik nina teshigichalik kichik teshikka ega va bu teshikdan suv sizib chiqyapti. Yo'l uzoqligini inobatga olsak, siz yo'l davomida suv oqayotgani sezilmasa ham oxir-oqibat uyga kelganingizda suv tugaganini ko'rasiz. Xuddi shu narsa bizni iqtisodiyotimizda ham xavfga solib turibdi. Tushuning do'stlar, men sizlarni tradingdan yuraklaringizni qoldirmoqchi emasman, chunki men trader sifatida O'zbekistonga Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn davlatlaridan, Saudiya Arabistondan $100 million kapital tortib kelib, traderlarga savdo qildirmoqchiman, imkoniyat bermoqchiman. Lekin menga qimorbozlar kerak emas. Ular bu pullarni ham bir zumda yo'qotib qo'yish ehtimoli juda ham katta. Men traderlar aslida qanday bo'lishi kerak deb bilaman. Ular birinchi navbatda juda ham katta va kuchli texnik va nazariy bilimga ega bo'lishi kerak va shu bilimlarni amaliyotda qo'llash kerak, backtestlar qilish kerak, sistema yaratish kerak va bu sistema orqali savdo qilish kerak, savdolarni analiz qilish kerak va statistika ko'rinishida yuritish kerak, risk management отдельный управление bo'lishi kerak, money management boshqa xil управление bo'lishi kerak. Bu juda ham katta proses va holanki hozir bizni qo'shtirnoq ishdagi treyderlar 2 oy, 3 oyda bu narsani vaholanki 4 oyda o'rgataman deyishyapti. Endi aqlan hissiyotlaringizni olib qo'ying. Aqlan shu narsaga ishonasizmi? Shu narsani 2-3 oy, 4 oyda o'rganishga? Yo'q. O'shanday bo'lsa, nima uchun hissiyotlaringizga, nafsingizga qarab boraverasiz? O'zi bir akam aytgan bitta gap bu. Inson noaniqlikni bilsa-da, inson o'sha narsa yolg'onligini bilsa-da, aqlan bilib tursa-da unga boradi, chunki uni nafsi va hissiyotlari boshqaradi. Agar siz nafs va hissiyot ortidan yurayotgan bo'lsangiz, biling, hayvondan farqingiz qolmayapti. Qo'pol qilib aytsak, qo'y ham ovqat izidan yuradi va oxir-oqibat so'yiladi. Nima uchun? Xo'rak uchun. Shu narsaga bormasliklaringizni, tushunishlaringizni so'rab qolardim. Men aytadigan bitta narsa, professionalizm deb faqat bong uryapman, jar solyapman. Professional trader bo'lishimiz kerak, tushunishimiz kerak. Fundamental, faqat texnika emas, faqat nimadir emas, ekonomikani, siyosiy, politik narsalarni o'zimizga kerakli joylarni yaxshi tushunib olishimiz kerak. Siz internetda ko'rayotgan bu narsa havaskor trading xuddi bu qimorni ko'rinishi, ya'ni vaholanki mana shu masalan Bahrayn bursani kitobi bo'lsa, bu oddiy muqova qilib trading qilinyapti, ichkarida Adin Xbet o'ynayapsiz. Adin Xbetni
Tradingga muqova qilib olishgan xolos. Hozir juda ham katta propaganda qilishyapti, mashinalar qo'yishyapti, boshqa narsa qilishyapti, jalb qilish uchun sizni. Lekin bu narsa o'ta yurumda, ya'ni 3 million, 2 million, 3 million kurs sotib pul qilishadi. Uni ortidan esa o'sha insonlar $1000, $500, $5000, $300,000 pul tiqaverishadi va broker mazza qilib bu pullarni yig'ishtirib oladi. Va tradingni jamiyatga yomon ko'rsatishadi va bu davlatning ekonomikasi, iqtisodiyoti hech qachon rivojlanmaydi, chunki xalq bu narsani qimor sifatida ko'rib qoladi, tasavvur qilib qoladi. Dunyo moliyasi aylanadigan joy forex deymiz. 5 trillion, 7 trillion pul aylanadi. Bu Amerika ekonomikasining 3 barobar ko'p, ya'ni 3 yildagi taqsimot 3 yillik VVPsi forex bozorini bir kunlik aylanmasiga teng. Bu bozorda har bir davlatning markaziy banklari o'ziga uchun valyuta oladi, sotadi, boshqa xil operatsiyalar, hedge fondlar aytganimdek operatsiya, institutional banklar operatsiya qiladi. Xo'sh, bunday sohani, bunday bozorni qanday biz qimor deyishimiz mumkin? Bu aslida qimor emas. Bizni chala treyderlarimiz yoki blogerlarimiz yoki umuman olganda o'shalardan o'rganib chiqqan yosh bolalar qilayotgan harakatlar aslida qimor. Men buni tan olaman, aytaman. Aslida o'shalar qilayotgan narsa qimor. Chunki ular risk qilmasdan, tavakkalchilik asosida butun bor-budini tiqib katta foyda olmoqchi. Ularni nazarida bu narsa real professional soha emas. Ular bu narsaga najot sifatida, qarzdan qutulish sifatida yoki pul ishlab boshqa biznes sifatida qilish sifatida kirishadi. Bu narsani to'g'ri, bu professional soha, bunga sistema kerak, bunga boshqaruv juda ham kuchli bo'lishi kerak. Juda ham kuchli analitikadan tortib o'zingizni boshqaruvingiz bo'lishi kerak. Emotsional holatingizni ko'rishingiz kerak va bu narsadan siz uchun bozorga nima yaxshi, nima yomonligini aniqlab olishingiz kerak va shu narsani ortidan asta-asta har 100 ta, 10 ta tradingda oldingi qilgan savdolaringizni o'tirib analiz qilishingiz kerak. Nima uchun bu savdo foydada yopildi, nima uchun bu savdo zararda yopildi? Hammasini o'rganib chiqishingiz kerak. Bu narsalarni yaxshi tushunish uchun, ya'ni trade'ga kirishdan oldin mana bundan oldingi mana bu videomni ko'ring. O'shanda tradingda kirishda nimalarga e'tibor berishni yaxshilab tushunasiz. Tushunib oldingiz degan umiddaman. Do'stlar, tushuning, bu soha bizga kerak. Bu sohasiz biz rivojlanib bilmaymiz. Bizniga qarshi kurashayotgan kuchlarning eng asosiy maqsadi bizdan pullarimizni sug'urib olish va bizga bu sohani yomon qilib ko'rsatish va bizni ekonomikamizni, iqtisodiyotimizni yer bilan bitta qilish. Chunki ekonomikasi, iqtisodiyoti rivojlanmagan davlat oxir oqibat qullikka mahkum bo'ladi do'stlar. O'sha narsa uchun ketyapti. Hozir urush avtomatlar olib bo'lmaydi. G'oya bilan urush boshlanadi. G'oyalar bilan, ideyalar bilan sizni qul qilishga harakat qilishadi. Agar siz o'qimasangiz, ilm olmasangiz, faqat oson pulli, sodda pulli, o'sha oson pullarning orqasidan yugursangiz, qopqonga ilingan sichqon misol bo'lib qolasiz. Xo'sh, shu narsa kerakmi do'stlar bizga? Men sizga jon kuydirib gapirayotganimni zaminida shu turibdi. Chunki bu zaminda o'zim yashamasam ham mayli men chiqib ketishim mumkin. Meni amakim, tog'am, qo'shnim, do'stim, ular yashashadi. Ularning farzandlari yashashadi. Meni kindik qonim shu yerda to'kilgan. Men shu yerning farzandiman. O'lsam shu yoqqa keltirib ko'mishadi. Meni farzandlarim shu yerda yashaydi, qizim shu yerda yashaydi, o'g'lim shu yerda yashaydi. Buni ko'rib turib, vijdondan gapirmasam, men kimman xoin bo'lmasam? Mayli siz bilmayotgan bo'lishingiz mumkin, operatorimiz bilmayotgan bo'lishi mumkin, menejerim bilmayotgan bo'lishi mumkin. Men bilib o'tiribman-ku, nima uchun gapirmasligim kerak? Sanga nima buni gapirib deydigan insonlarga bitta javobim: men ko'rib turibman, men shu sohaning ekspertiman, men shu sohaning vakili sifatida bo'layotgan kirdikorlarni, yolg'onlarni ko'rib turibman va birinchi bo'lib O'zbekistonda bu haqida gapiryapman. Menga bu orqasidan juda ham katta xavflar kelishi mumkin, lekin men bu narsadan qo'rqmayman. Menga bundan oldin qancha aytishgan, bizni kimligimizni bilasanmi, bizni kimlar bilan aloqamiz borligini bilasanmi deyishgan. Men ularga bitta narsa aytganman. Meni 5 mahal Alloh bilan aloqam bor. To'dalanib kelaverlaring. Haqni ushlagan yutadi. O'lsam ham shu to'g'ri yo'lda o'lay. Xoin bo'lib, luchi bir yolg'onga sherik bo'lib, haromga sherik bo'lgancha o'lib ketay haq yo'lida. Do'stlar, iltimos qilaman. Trading bizni kelajagimiz. Fond bozori, moliya bozori bizni kelajagimiz. Fond bozorisiz bizni kompaniyalar rivojlanmaydi. Hozir ko'rib turishingiz mumkin, O'zbekiston 24 kompaniyasini sotuvga qo'ygan. Uni kim sotib oladi? Chet el kompaniyalar sotib oladi. Qaysi kompaniyalar sotib olishi mumkin deysiz?
Albatta BlackRock bundan mustasno emas. BlackRock nima uchun boshqa kompaniyalarni sotib olib kelyapti? Amerikani o'sha yahudiylarning qo'lida bo'lgan eng katta pul aylanmasiga ega bo'lgan kompaniya BlackRock har kun dunyoning kompaniyalarini sotib oladi. Nima uchun? Resurs uchun. Chunki Amerika boshqaruvida faqat pul, dollar rol o'ynamasligini tushundi. Nima uchunki urush vaqti hech kimga dollar kerak emas, resurs kerak, yegulik kerak, suv kerak, neft kerak. O'sha narsalarni qo'lga kiritish uchun BlackRock tashkil topgan. U davlatlarni, kompaniyalarning aksiyalarini sotib olaveradi va boshqaruvni yo'lga qo'yadi. Tushunyapsizlarmi? O'zimiz xalqimiz bor Amerikaning kompaniyalariga pullarni tiqyapmiz. Amerikaga pullarimizni yo'qotyapmiz, chiqarib yuboryapmiz, lekin o'zimizga o'sha narsani, o'sha pullarni o'zimizning kompaniyalarimizga investitsiya qilganimizda, o'sha kompaniyalar yaxshi ishlaganida qanday natijalarga erishardik? Ya'ni tushuninglar, rivojlanish uchun любой kompaniyaga pul kerak. Pul o'zimizning pulimiz. Chet el kompaniyalariga ketyapti, o'zimizning kompaniyalarimiz xor-zo'r bo'lyapti. Agar boshqaruv boshqasi o'zimizda bo'lsa, o'zimiz pul yo'naltirsak, fond bozorimiz bo'lsa, kompaniyalar rivojlansa, o'sha yerda kimlar ishlaydi? O'zimizniki ishlaydi. O'sha yerning aksiyalaridan kimlar dividend oladi, ya'ni foyda oladi? Xalqimiz oladi. Biz faqat nimadir yomon, u bunday qilmayapti, bu bunday qilmayapti deymiz, lekin o'zimizga kelganda o'zimiz olib kitob o'qimaymiz. Ongimizgacha kirishdi, SSR vaqtida kitob o'qigan chumo deyishdi. Botanik deyishdi. Maktablarda eslaringizmi? Kuchlilar boshqararadi, o'qiganlar xuddi bir chumoday qaralardi. Domlalarga, ya'ni o'sha muallimlarga, ustozlarga qanday nazarda qilardik? Oyliklari past edi. Bu narsalar hammasi propaganda edi. O'shalarga uchdik. Nahotki hozirgisiga ham uchamiz. Do'stlar, birlashsak, bir-birimizni tushunishimiz kerak. Tasavvur qiling, dunyoni 7 milliard aholini dunyoning 0.02% bo'lgan yahudiylar boshqaryapti. Tan olamizmi, tan olmayamizmi? Dunyoning eng top banklarini oilalari kim? 7-8 tasi, 9 tasi yahudiylar, konlar egalari, kompaniyalar egalari, hattoki federal rezerv boshqaruv kimning qo'lida? Yahudiylar qo'lida. Endi savol, nima uchun ular boshqarishyapti? Ular g'oya chiqarib bilishyapti. Ular birlashyapti. Ular ilm olishyapti. Va bu narsani kalit ekanligini, bu narsani yechim ekanligini bilib, boshqa dunyo a'zolarini, boshqalarni bu narsadan chalg'itishyapti. Bu narsalarni yomon qilib ko'rsatishyapti. Ilm olgan botanik deyishyapti va yoshlarimiz afsuski bu narsaga uchyapti, ko'cha deyapti, bir balo deyapti. Aslida ko'cha ham ularning qo'lida ishlaydigan bir oddiy instrument bo'lib qolyapti. Chunki ularni ko'chani ham pul bilan boshqarishadi. Tushuninglar shu narsalarni. Iltimos, ilm olishimiz kerak. Aql bilan bahslashaylik, kuch bilan emas. Hozir bizning davlatimizda juda ham ko'p sportsmenlar bor. Sport bilan shug'ullanish kerak, lekin aql bilan kim shug'ullanadi do'stlar? Bizdan keyingi avlodga nima qolishini o'ylaylik do'stlar. Hozir men ota sifatida kim uchun yashayapman? O'g'lim uchun yashayapman. Siz ham bir kun kelib o'g'lingiz uchun yashaysiz. Chunki baxt bizning nazarimizda bu oilamiz. Hech kim baxt desa pulni tushunmaydi-ku, pullik bo'lish kerak demaydi. Baxtli hodisalar bu oilangiz bilan bo'ladi. Oilangizning kelajagi uchun harakat qilyapsizmi? O'sha farzandlaringizning kelajagi uchun harakat qilyapsizmi? O'sha kelajakni qurib bering. Barbod qilmang. Tushuning shu narsani. Xo'sh, oxirida nima demoqchiman? Bu mavzu juda ham cho'zilib ketishini xohlamayman. Do'stlar, maksimum tarqatinglar. Maksimum tarqatinglar. Kesib bo'lib Instagramlarga qo'yasizlarmi? Birlashaylik do'stlar. Shuncha media orqali propaganda bo'lyapti. Nahotki biz birlashib bilmaymiz. Bitta narsani tushuning. Bitta narsani yaxshilab tushunib oling. Hozir dunyoda Palantir degan narsa bor-da. U juda ham katta ma'lumotlarni o'z ichida ushlaydi va ijtimoiy tarmoqdagi har bitta insonni kontrol qilish huquqini beradi. Ya'ni butun boshli ma'lumotlar bitta tarmoqning ichida va bu kimga tegishli bo'laysizlar? Yahudiylarga tegishli. Yahudiylar bu orqali hammani boshqarib bilishadi. Bu sir emas o'sha. Prosta ko'pchiliklaringiz bilmaysiz, chunki sizlar vayn, balobattar, boshqa narsalarni ko'rasizlar. Bu narsalarga qiziqmaysizlar va bu narsa CIA uchun, Amerika uchun ishlayapti deyishadi. Va faqatgina hozir tushunib oling, Meta ham, boshqasi ham, ijtimoiy tarmoqlar ham bu Zuckerbergniki. Zuckerberg bu yahudiylar qo'llab-quvvatlagan, pul tiqilgan, o'sha uchun Instagram rivojlanib ketgan, Facebook rivojlanib ketgan. Chunki unga pul tiqilgan. Pul tiqilgan, kimlar tomonidan tiqilgan? Yahudiylar tomonidan tiqilgan. Birlashgan ular. Hozir yahudiylarga gapirilayotgan 99% kontentlar faqat o'sha uchun bloklanyapti.
yomon gapirib chiqsa bloklanyapti. Meni ham qancha kontentim bloklanyapti. Abdurahmon Kripto bloklandi. Instagramda akkauntlarim bloklanyapti. Kontent qo'yapman, bloklayapti. Mavzusini to'g'ri deb. Agar biza birlashmasak, tushuning, tan olgan bo'lamiz yutqazganimizni. Men yutqazsam ham o'lib yutqazishni yaxshi ko'raman. Harakat qilib yutqazishni yaxshi ko'raman. Shu yo'lda bo'lay yoki o'lay deyman. Qandaydir qorinni to'qlash uchun yashaydigan hayvonga o'xshab yashamoqchi emasman. O'sha uchun bitta narsa aytaman. Biz ilm olishimiz kerakmi? Birlashaylik. Men o'zimga zimmamga olyapmanmi shu mas'uliyatni? Mayli men olaman. Lekin meni orqamda birlashadigan kim bor? Xalqimiz bormi? Bor bo'lsin. Men aytaman. Hech kim qolmasa ham men o'zim davom etaveraman. Lekin menda umid bor. Shu narsalarni tushunadigan insonlar qolgandir. Shu narsalar uchun harakat qiladigan insonlar qolgandir deb tushunaman. Men ham aldab o'zi 2 million 3 million dollarga kurs sotishim keladi, aldashim kelardir, nafsimga yoqardir, lekin bu narsani vijdonim qo'ymaydi, chunki ertaga o'lishimni bilaman. O'lgandan keyin Xudoga qanday javob beraman bu narsada? Bilimlaringizni ochinglar. Trading qimor tarafi bor, yaxshi tarafi ham bor. Bu moliya bozorisiz bu dunyoga yengilamiz biz. Ilmni olishimiz kerak. Hujum qilish uchun emas, o'zimizni himoya qilish uchun o'rganishimiz kerak. Faqat kriptovalyutaning savdosini o'rganyapsizlar. Nima uchun blockchain texnologiyasini o'rganmayapsizlar? Chunki bu texnologiya orqasidan qancha proyektlar, qancha loyihalar ishlab chiqish mumkin. Bu loyihalar orqasidan qancha pul O'zbekiston kirib keladi. Men yaqinda o'sha pinning loyihasini ishlab chiqardim. Hujum 70 million dollar kapitalizatsiyaga egamiz. Bitta loyihani orqasidan 70 million dollar uchun qancha odamlar harakat qilishadi. Bunaqa loyihalar juda ham ko'p yaratish mumkin agar ilmini o'rgansangiz, blockchainning texnologiyasini o'rgansangiz. Tushuning shu narsani. Ilmdan, kriptovalyutadan, tradingdan keting demayman, to'g'ri yondashing deyman. Oson pul topay deb kirmang, tuzoqqa ilinasiz deyman. O'sha uchun men yangi kurashga kirishmoqchiman. Men fondni kirgizamanmi 100 million dollar investitsiya O'zbekistonga kirgizamanmi? Bu narsalarni boshqaruvini ko'rib turasizlar. Allohga qasam ko'rasizlar o'zlaringiz ko'zlaringiz bilan. O'zimizni yoshlarga o'sha pullarni yo'naltiraman. Boshqaruv uchun dunyoning top banklaridan boshqaruv sistemalarini, programmalarini olib kelyapman. Bu narsani olib kelyapman do'stlar. Allohga qasam. Shu narsalarni keltirib o'rnataman. Insonlarni tradingga o'sha bayli 6 oy ketadi, 1 yil ketadi, o'rgataman. O'shalarni qo'liga o'sha pulni boshqaruvini beraman, ko'zlaringizga ko'rsataman. Trading bu non farmda ozgina pul topib, deb maymunday o'ynaydigan soha emas. Professional sohada o'tirib, pullarni yo'naltirib, emotsiyalarni kontrol qilib, sohada pul ishlaydigan soha ekanligini tushuntiraman, ko'rsataman, tushuntirish tursin. Men shuncha gapirib chiqdim, endi amal bilan chiqaman. Muammoni aytdimmi, yechaman, chunki muammoni aytish men uchun oilada muammoni aytish bu ayollarning ishi. Bu muammoni yechish erkaklarning ishi. Agar muammoni aytib qolaversa, bu inson men uchun ayol kishi. Muammoni yechsa erkak kishi. Men muammoni aytdimmi, shuni yechaman. Men bilan birlashisham o'zlaringizni qo'llaringizda. E'tibor bermasdan beparvo bo'lib xiyonat qilisham eng katta xiyonat bu beparvolik. Xiyonat qilisham o'zlaringizni qo'llaringizda. Hammalaringizga rahmat.